Pantone ranglar tarixida burilish yasagan tizim. Bugungi kunda dizayn, moda va brending sohalarini Pantonesiz tasavvur qilish qiyin. Ammo Pantone shunchaki ranglar to'plami emas, u ranglarni butun dunyo bo'ylab bir xil tushunish va qo'llash imkonini bergan inqilobiy tizimdir. Pantone kompaniyasiga 1950-yillarda asos solingan. Dastlab u rangli bosma mahsulotlar va siyoh ishlab chiqarish bilan shug'ullangan kichik texnik kompaniya edi. O'sha davrda ranglar katta muammo bo'lgan. Dizayner bir rangni tanlardi, bosmaxona esa uni boshqacha chiqarardi. Ranglar doimiy ravishda farq qilardi va natija oldindan aytib bo'lmas edi. Bu muammoni hal qilgan shaxs Lavrentiy Herbert bo'ldi. U kompaniyani sotib olib, ranglarni tizimlashtirish g'oyasini ilgari surdi. 1963-yilda u tarixda muhim burilish yasagan Pantone matching sistemini yaratdi. Ushbu tizimda har bir rang aniq raqam va formulaga ega bo'ldi. Natijada rang endi hissiyotga emas, aniq standartga tayandi. Pantone tizimi rangni subyektiv tushunchadan chiqarib, uni xalqaro tilga aylantirdi. Dizayner New Yorkda tanlagan rang Parij yoki Tokio shahrida ham aynan o'sha rangda qayta yaratiladigan bo'ldi. Bu esa global dizayn va ishlab chiqarish uchun ulkan yutuq edi. Vaqt o'tishi bilan Pantone faqat bosma soha bilan cheklanib qolmadi. U moda sanoati, interyer dizayni, sanoat mahsulotlari, kosmetika va brendingga kirib keldi. Ayniqsa, Pantone Color of the Year yil rangi tushunchasi ranglarning ijtimoiy va madaniy ahamiyatini yanada oshirdi. Bu rang har yili jamiyatdagi kayfiyat, global voqealar va dizayn tendensiyalariga asoslanib tanlanadi. Bugun Pantone bu ranglar orqali fikr aytish, hissiyot yetkazish va madaniyat yaratish vositasi. Lavrentiy Herbert esa rangni san'at darajasidan ilmiy aniqlikka olib chiqqan inson sifatida dizayn tarixida o'chmas iz qoldirdi. Pantone bu rang emas. Pantone bu butun dunyo tushunadigan ranglar tili.